kelgan qonaqlar, o'qituvchilar, aytganinglar. Shunaqami bugun eng ko'rsam bayramlardan birisi. O'zligina o'zimizning sobiqlarimizni qo'llaridan jetaklab birinchi klassga olib kelgan edik. Bugun endi ularning Alibay bayramlari. Bizning aytganinglar ismidan rahmat aytib ketasiz kelar. Eng birinchi uchrashda o'zimizning klass yetakchisi Aygul Radipovnaga. Bizning sobiqlarimizni o'z bolalari kabi qabul etib oldingiz. Bek zo'r rahmat sizga. O'zingizning energiyangizni, bilimingizni qizg'anmishi, bizning bolalarni o'qirga, yozirga, sanarga o'rgatdingiz. Siz bo'lmasangiz, bular bugun olgan o'ng'ishlarini erisha olmaslar edi. Sizga ijodiy o'ng'ishlar, ob baxtlar, naq salomatlik tilaymiz butunimiz ismidan da. Ham birga oyoq atlarga bolalarga aytasi kelgan so'zimiz shu. Aytganlarning yuzlarini qizillik keltirmishi, bolalar o'qirga. Ham biz aytganlar tarafidan sizga kichkinagina bo'laklar yetishtirdik. Hozir ruxsat etingiz, sizga ularni topshirib o'tiryapti. Tutunurga, güç verirge Aygul Radipovna söz gerek. Rahmet. Bir rahmet olsun. Bir tırışıp okurlar, galim bulup jiterler. Tatar degen milletinin danın yırak iterler. 15 bala, 15 birtik, hemmesi de türleşe, lakin yollara ortak sileşeler, tukayşa. Milletinin gururluğu bağlar, tövgülerden bulup yılsalar, meşhur Arşa şehrinde, tuğan dilimizde bilim alar. Okuşlarım, beyramimiz ahırına yakınlaşıp kile. Hazır sizni Alifba kitabın okup tamamlauğunuz için, kutlav için sizni yamadan mektebimiz direktörü Fatiha Lütfiye Reşit kızına veririz. Aygul Radipovna okuyup oturun birlikte çıkıp oturam. Hürmetli balalar, sizni dağın şu beyramınız bilen kutlayısı keler. Siz en birinci olan kitabınızı, Alifbağınızı bu gündə tamamladınız. Bu sizin en zor jеңуңыз. Bek zor жеңу balalar. Siz bu gündə yazarga öyrendiniz, okurga öyrendiniz, uşarga alırga öyrendiniz. Klasta kollektiv bulup toplandığınız sizi bir yudruq. Aygul Radipovna yetakçiliginde siz indi bir uyuşkan klas sınıf. Şulay bit. Bir-birinizne hürmet edip, matur ettirip gine işlep yaşap kelesiz. Men sizge alдағы gününüzde de bek zor oңышlar tileyim. Bilim şişmeniz her vakit tolup kalsın. Bilim alırga her vakit susap turig'iz. Hamma bulgan bilimni, yangilikni o'zingizga singdirib borig'iz. Bilagi yuvan birni yig'ar, bilimi ko'p mingni yig'ar deb aytganlar. Mana sizga o'qirga, tartibli ham tarbiyali bolalar bo'lib sizga. Ham sizga kichkinagina Kuştanaş, o'qitish opag'iz bilan anasini ta'min etib şey içersiz. Молодцы, bek hazırlandingiz, bek ko'p tirishlar qo'ydingiz. Rahmat sizga.